Hammaga salom bo'ldi. Sirimiz kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videomiz ozgina boshqa videolarimdan ozginagina farq qiladi, chunki men bugun bo'ldi ozgina boshqa usullardan foydalangan holda ko'proq pul topishga harakat qilaman. Bilamanki, videodagi tasvirni ko'rganingizdan so'ng sizlar уже tushundingizlar. Chunki men bugun bo'ldi spawnerlardan foydalangan holda ko'proq pul topishga va moblarni o'ldirib, ulardan bir qancha pullar ishlashga va ularni demak auksionga sotib qancha pul ishlashligini bugun ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib spawnerlardan pul ishlashdan oldin uni qanday qilib qurish to'g'risidagi ma'lumotlarni bilib ko'rib chiqamiz. Kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmanglar. Unda biz boshladik. Agar men bilan birgalikda o'ynamoqchi bo'lsangiz, mana shu IP orqali kirishingiz mumkin bo'ladi. Keyin ba'zi bir savollarga javob beraman. Bu server Java'dami yoki Bedrock'dami deganlar uchun bu Bedrock'da bo'lalar. Bizdan birinchi bo'lib talab qilinadigan narsa bu spawnerimiz uchun qulaygina joy tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Men to'g'risini aytsam, o'zim qurmoqchi edim bu fermani, lekin afsuski do'stim mendan so'radi va men bu narsani o'zim quraman dedi. Shuning uchun men unga ruxsat berdim va endi fermani demak qurishni kutishimiz kerak bo'ladi. Ozgina vijdonim qiynaldi va unga yordam berishga qaror qildim, chunki bir o'ziga bu fermani qurish ozgina qiyinlik qiladi, chunki bu bloklarni qo'yish ham oson emas. Shuning uchun demak unga yordam berishga qaror qildik. Fermani yarmini qurib bo'ldik, lekin bizga suv kerak edi, chunki bizani demak spawnerdan paydo bo'ladigan demak moblarimiz ular biz tomon kelish kerak edi va ular demak sirpanib suv orqali kelishadi. Shu uchun demak biz hozir RTPga borib demak suv ixtarishimiz kerak bo'ladi va axtarishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun demak birinchi bo'lib spawnga TP qilamiz va endi RTPga TP qilamiz bolalar, chunki biza regionimiz demak endi joylashgan va endan turib demak shunchaki RTPga TP qilib bo'lmaydi. Shuning uchun sizlar demak birinchi bo'lib mana shu RTPga degan joyga TP qilasizlar va menga qancha bu yerda moblar ehtiyoj bo'lish kerak. Xo'p, bo'lmasa endi uyga qaytsak bo'ladi bolalar. Mana bunaqa qanaqadir mobchilar menga xaraq beryapti va uyga borib endi suvlarni uyga qo'yib kelamiz. Uyga kelganimizdan so'ng do'stim fermani bitirish uchun unga demak suvlarni tashladim. Do'stim regionimiz ostidan qanaqadir narsa qurayotgan edi. Boshida bu narsaga hayron bo'ldim, keyinchalik bildim, chunki qaranglar bo'ldi. Demak suvdan sirpanib tushadigan moblar mana shu joyga demak yiqilib tushish kerak bo'ladi va yig'ilish kerak bo'ladi va ulardan demak tushgan narsalar demak bizni demak sandig'imizga tushish kerak bo'ladi. Hozir demak do'stim mana shu narsalarni hammasini shakllantirgandan so'ng men sizlarga buni qanday qilib tuzilganligini ko'rsataman. Va endi eng muhim vazifalardan biri spawner bilan demak o'rgimchak tuxumini olamiz. Bir narsa aytaman bolalar, o'rgimchak tuxumini donatdan sotib olib bo'lmaydi. Spawnerni bir yo'l bilan olsa bo'ladi, auksiondan sotib olsa bo'ladi va mistikdan olsa bo'ladi bolalar. Spawnerni lekin bolalar mana bu o'rgimchak tuxumini donatdan olib bo'lmaydi, uni faqat mistikdan yoki auksiondan sotib olsa bo'ladi. Keyinchalik biz o'rgimchaklarimizdan tushadigan droplarni qulaygina demak ushlash uchun ular uchun demak qulaygina platforma yasab oldik, chunki o'rgimchaklardan tushadigan narsalar bizning sandig'imizga tushishi kerak edi. Tashqaridan havo kirmasligi uchun demak eshik yopib qo'yamiz va mana ko'rishingiz mumkinki bizni endi demak hayvonchalarimiz mana shunday holatda mana shu tomonga yo'nalgan tartibda tushishi kerak bo'ladi. Nimagadir hozirchalik hayvonlarimiz demak o'rgimchaklarimiz spam bo'lmayapti, ozgina bo'lmasa kutamiz. Menimcha bu mana paydo bo'lishdi bolalar va endi ko'ramiz nimagadir ular yiqilishmayapti bolalar. Tushunmadim, ular yiqilish kerak edi bolalar, lekin qanaqadir minus bo'lyapti. Endi uni ostan urmasligimiz kerak. Menimcha bu yerga bolalar mana do'stim juda ham kattakon xato qildi, yoki bu serverni bolalar xatosi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki men bu narsani hali demak yakunlayman. Bir necha daqiqalardan so'ng men hayvonlar hitboxini yondirdim va mana ko'rishingiz mumkinki hayvonlar bolalar demak bizni o'ramimizga sig'mayapti. Balki hitboxlarni to'g'ri ko'rsatyapti deb biz o'ramni ozgina kattaroq qildik va ko'raylikchi endi bizni demak o'ylagan demak g'oyamiz ish beradimi. Shuning uchun demak men fakellarni sindirdim va demak ko'ramizki hayvonlarimiz demak pastga qarab tusharmikan yoki yo'qmi? Va demak mana birinchi demak bizni demak o'rgamchagimiz paydo bo'ldi va nimagadir u yana qanaqadir bug bo'lyapti. Nimagadir bolalar u kichkinagina o'ramga kira olmayapti. Keyinchalik biz suvda bug bo'lyapti deb suv oralig'ini o'rab chiqdik va mana ko'raylikchi endi suvni ko'ramiz va mana demak suv yo'qoldi bolalar. Endi bloklarni sindiramiz va o'ylaymizki endi bizning hayvonchalarimiz to'g'rigina demak tush kerak bo'ladi. Lekin afsuski bolalar bu narsa ham bizga yordam bermayapti. Do'stim qilgan barcha harakat zoya ketdi. Mana ko'rishingiz mumkinki u qurgan hamma narsalarni demak sindirib uni yo'qotib tashlamoqchi bo'ldi, lekin men uni to'xtatdim. Va serverda mistik paydo bo'ldi, lekin do'stim bu narsaga e'tibor bermadi va u ferma bilan yaxshiroq shug'ullanishga harakat qildi. To'g'risi esa men bir narsaga tushunmadim, nima uchun suv g'alati harakatlanyapti va nima uchun hayvonlar to'g'ri masalan tushadigan joyga tushmayapti. Mana demak o'lchamni kattaroq qilib oldik va endi hayvonlar to'g'rigina demak mana shunday kattagina o'lchamga endi o'ylaymanki tushish kerak bo'ladi. Shuning uchun demak bu tomondan ham suv o'tkazib
o'tkazamiz va natijani ko'ramiz. Do'stimdan xabar olay deb uni oldiga bordim va mana ko'rishingiz mumkinki, bizni demak o'rgimchaklarimiz hali tuzalmagan va ular demak katta o'ram bo'lishiga qaramay baribir tushishmayapti. Bularni qarang, qanaqa qilib yig'ilib qolishgan va hitboxda bug bo'lib qolishyapti. Aytgancha o'tgan safardagi videomda men biznes qilgandim va men uni buzib tashlaganim yo'q, balki men uni davom ettiryapman, chunki u menga har doim ko'proq pul keltiryapti. Mana ko'rishingiz mumkinki, balansim 1.300.000 ga chiqdi va menga bir qancha demak sanduqlar to'la narsalar bor va bularni hammasini hisoblasam bir qancha pul bo'lib ketadi. Meni maqsadim eng top boy o'yinchilar hisobiga kirish. Ertasi kundan serverga kirdim va do'stim serverda yo'q edi va men bu buzilgan fermani ko'rib, to'g'ri aytsam ozgina ko'nglim buzildi va shu narsa bilan o'zim shug'ullanishga harakat qildim. Bu tartibsizlikni ko'rib ozgina ko'nglim ranjidi. Shuning uchun YouTube'ga bilmay bo'lsam ham harakat qilib bo'lsam ham shu fermani qurishga harakat qildim. Aytgancha ishlatgan paytimda men tovarlarimni ham sotib olishdi. Hop, endi sekinlik bilan chiqib olamiz. Mana bunday demak yopib olamiz. Mana ko'rishingiz mumkinki, bo'lgan hamma narsani buzib tashladim va tep-tekis qildim. Endi esa demak bu yerdan suvni qo'yib, demak ikki tomondan ko'ramiz. Va demak ikki tomon demak quyilgan suvlar bir xil bo'lishi kerak bo'ladi va hozir demak sizlar bilan tekshirib ko'ramiz. Va men bolalar bitta blokka tashibman. Bolalar spawnerdan har tomonlama demak ham tepada, ham pastdan 4 tadan blokda farq bo'lishi kerak edi. Demak 1 2 1 2 3 4 mana shunday bo'lish kerak. Mana bu tomonni demak yopib chiqamiz va bu narsani har tomondan mana shunday tomonda yopib chiqishimiz kerak bo'ladi. Men o'zgina xato qildim. 1 2 3 4 va 5 bo'lyapti. Demak 1 2 3 4. Demak mana bu demak toshli tomonni yopishimiz kerak bo'ladi. Mana bunday demak o'zimizga qulay qilib olamiz. Demak bu tomonni ham demak tekshirib ko'ramiz. Endilikda esa o'yinni chetlarini hammasini mana shunday shaklda endi to'g'rilab chiqdim. Chunki demak bu tomon demak yopiq bo'lishi kerak. Chunki bizning o'rgimchaklarimiz paydo bo'lishi uchun ularga qorong'ulik kerak bo'ladi. Fermamizni birinchi bo'lib ishlasa yoki ishlamasligini strukturasini tahlil qilishimiz kerak bo'ladi. Keyinchalik esa qorong'ulik bilan shug'ullansak bo'ladi. Vaqt demak uzoq, vaqt juda ham ko'p va demak bizni demak suvimiz mana shunday shaklda to'planishi kerak bo'ladi. Keyinchalik esa suv tegmagan joylarni ikkita blokdan mana shunday holatda sindirib chiqamiz. Masala uchun oson bo'lishi uchun mana shu fermani osongina yasalash uchun shu fermani strukturasini demak to'liq videosini 100% sekinlik bilan bajarilgani o'z Telegram kanalimda tashlab qo'yaman. Keyinchalik esa demak o'rtadagi blok chamalab ikki chetdan mana shunday holatda sindirib chiqamiz va ko'rishingiz mumkinki, demak ikki tomondan 6 tadan blok bo'lishi kerak bo'ladi. Keyinchalik esa o'rtani yopish uchun demak bu yerda demak yiqilib tushmasligimiz uchun demak buni mana shunday holatda ikkita blokdan yopib olamiz. Men demak hozir endaman bolalar va men demak pastlikda joylashganim tufayli menga demak har doim o'z tomonni ko'proq sindirishim kerak bo'ladi. Keyinchalik esa biz o'zimizga ikkita burun teshigini qilib olishimiz kerak bo'ladi, chunki bu tomondan demak suv quyamiz va demak tushayotgan moblar biz tomon mana shu suv orqali tushadi bolalar. Keyinchalik esa o'rni ochiqroq qilish uchun men demak mana bu tomondagi bo'lgan bloklarni sindirib chiqdim. Men bitta xatoyimni tushunib qoldim. Demak fermani boshida men bir narsani xato qilib qo'ygan ekanman. Demak suv ko'ryapsan, mana bu suv tushadigan joydan demak bitta ikkita blok demak sindirganman. Afsuski u yerda bitta blok sindirilgan bo'lishi kerak ekan. Shuning uchun endi men demak fermani qaytadan ko'tarishimga to'g'ri keladi. Agar siz ham demak men bilan birgalikda fermani qurishni boshlagan bo'lsangiz, shuning uchun men oldingi videolarimda aytganimdek, birinchi bo'lib videoni oxirigacha ko'ringlar, keyinchalik esa xulosa qilib demak fermani qurishingiz mumkin bo'ladi. Endi esa bu bloklarni qaytib sindiramiz va demak endi bu demak narsani bitta blok tepa ko'rsa demak ko'taramiz. Bu muammoli narsa emas. Prosta demak mana shu qilgan ishimizni ozgina tepa ko'taramiz bolalar. Shu uchun vahima qilmaymiz bolalar. Men ko'p ham adashmagan ekanman. Wow, ko'ryapsizlarmi bolalar? Demak video davomida ham demak mendan mana shu o'zimning tovarlarim sotib olishyapti. Balansim adashmasam demak 1 million edi. Mana ko'rishingiz mumkinki 1.200.000 ga chiqib oldik. Keyinchalik esa bizni ochilib yopiladigan zaborlarimizni qo'yib chiqamiz, chunki bu narsa bizga demak hayvonchalarimizni tushishi va ular demak qaytib o'zlari chiqmasligiga yordam beradi va bu demak hitboxlardan bizni qutqaradi deb o'ylayman, chunki videoda ko'rib qolyapman bolalar va u yerda demak hayvonlar 100% mana shunday holatda tushish kerak bo'ladi va buni ochib qo'yasizlar va demak biror narsa tushgan paytda yiqilish kerak bo'ladi va demak bu narsani o'zlar bilan bo'lmasa sinab ko'ramiz. Demak
har tomondan demak bloklarni mana shunday holatda sindirib chiqamiz va suvlarimiz o'zi avtomatik tarzda demak ostki tomonga qarab tushish kerak bo'ladi. Demak har tomondan demak bittadan blok sindiramiz bo'ladi mana shunday holatda 1 2 3 demak 1 2 3 va bloklarni ham sindiramiz va mana ko'rishingiz mumkinki bo'ladi suv demak sekin-astalik bilan mana pastki tomon qarab tushyapti va demak suv ichki tomon qarab bormayapti bo'ladi va demak fermamiz sekinlik bilan o'xshamoqda. Endi esa fermamiz ishlayotgan yoki ishlamasligini tekshirishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun bitta blok tashlaymiz va voila bo'ladi. O'zi demak sekinlik bilan mana shunday holatda demak bizga kerak bo'lgan joyga tushyapti. Endi esa hayvonlarimiz demak tashlagan droplarni yig'ish uchun biz demak o'zimizga varonkalarni demak sanduqqa demak trap ulab olamiz va mana shunday holatda bo'lish kerak bo'ladi. Chunki hayvonlarni o'ldirgan paytimizda ulardan tushadigan narsalar bizning demak sanduqchamizga tushishi kerak bo'ladi. Keyinchalik esa o'zki tomonga o'tib o'zimizning yarim bloklarimizni mana shunday holatda demak qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak 1 2 3 va mana shunday holatda bo'ladi. Demak keyin esa yana bir marta mana shunday holatda 1 2 3 demak tashlab qo'yamiz. Bratmandan demak olmachalarni so'rayaptilar. Xo'p, demak 1 2 3 demak yana bir marta mana shunday holatda qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Chunki hayvonlarimiz biz tomon kelgan paytda bizni demak ura olmasliklari uchun. Qaranglar bo'laman, sizlarga bir narsani tushuntiraman. Mana bu yerda demak bizning zaborlarimiz bor. Mana shu zaborlarni sindirasizlar va demak o'rgimchaklar o'zi avtomatik tarzda pastga tushib boradi. Masalan, blokni mana shunday qo'yaveramiz bo'ladi va o'rgimchaklardek mana shunday pastga tushadi. Faqat zaborni sindirishlaringiz kerak bo'ladi bo'ladi. Menda demak video davomida ozgina saqlanib bo'lmaganligi tufayli ozgina muammo bo'ldi bo'ladi. Agar video davomida qanaqadir tushunarsiz holatlar bo'lgan bo'lsa, to'liq videosini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman.